kim ustozini dilini og'ritsa, hayotidagi birorta ishdan barakot topolmaydi. Shuning uchun ustozni duosi deb azaldan qayg'urilgan. Ustozi duosini olsin, bekorga emas bu. Ustozini norozi qilgan odam bizda bir majoziy gap bor-ku, kasasi oqarmaydi deydi. Uni o'zbekchani o'rganayotgan chet eldagi odam bu gapni tushunmaydi buni. Kasasi oqarmaydi, tarjima qilsa chiqmaydi bu. Lekin biz tushunamiz. Kasasi oqarmaydi degani 1-2 olmaydi degani. Uni ham tushunmaydi. 1-2 olmaydi degani ishida barakot bo'lmaydi. Rivoj bo'lmaydi. Hatto shu darajadagi ustozni hurmati, ustozni o'rniga o'quvchi shogirdni o'tirishda umuman haqqi yo'q. Bugun maktablarda ustoz o'tiradigan joyiga knopka qo'yayotgan kim? To'g'rimi? O'sha kimdir bolasi o'sha. Yetti o'tiyning o'zi qoziqqa o'tiradi o'zi ashyoda. Ustozlarga shuna hurmatsizlik qilgan odam.